O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Tashkent CyberLex 2026 xalqaro ilmiy-amaliy forum tashkil etildi. Forum ishiga milliy hamda xorijiy ekspertlar jalb qilingan. Raqamli davrda qonun ustuvorligini ta'minlash, innovatsiyalar, inson huquqlari va xavfsizlik mutanosibligi mavzusiga bag'ishlangan forumning ilk kuni tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Forumda mamlakatimizda raqamli davlat qurish, huquqiy tizim va huquqni muhofaza qilish sohasini modernizatsiya qilish masalalariga alohida ahamiyat qaratildi. Shuningdek, kiberjinoyatlarni fosh etish, raqamli kriminalistikani rivojlantirish, raqamli dalillardan foydalanish hamda jinoyat sud ishlarini yuritishda sun'iy intellektni qo'llash masalalari forumning asosiy muhokama yo'nalishlari bo'ldi. Avvalo, mazkur forum mamlakatimizda ilk bor tashkil etilayotganini ta'kidlash joiz. Interpol, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, IRZ va boshqa nufuzli tashkilotlar vakillari jami 70 dan ortiq nufuzli xalqaro ekspertlar forum ishida ishtirok etmoqda. Bu esa Toshkentning raqamli huquq va xavfsizlik sohasida professional muloqot maydoni sifatidagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Forum dasturi yalpi majlis hamda qator parallel sessiyalarni o'z ichiga olgan. Forum doirasidagi maxsus sessiya raqamli dalillar va kriptoaktivlar, shuningdek, aktivlarni qaytarish bo'yicha xalqaro hamkorlik sohasida Germaniya tajribasiga bag'ishlanadi. Forum doirasida tashkil etilgan boshqa sessiyalar raqamli huquq va kiberxavfsizlik sohasining eng dolzarb masalalarini qamrab olgan bo'lib, raqamli kriminalistika va sun'iy intellektning ekspert faoliyatiga ta'siri, kiberjinoyatlarni tergov qilish, rasmiyli jinoyatlarga qarshi kurashishdagi xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Malika Yo'ldoshaliyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.